Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan biznesimiz hamma uchun emas. Ayniqsa Z avlod buni tushunmaydi. Bu biznesga qiziqadiganlar esa o'ziga ishongan, hayotda nimagadir erishgan insonlar. Nima biznesga qiziqmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Like bosishdan chiqmasin. Yo, bu yer qishli do'koni. Hayvonlar uchun eng zo'r manzil. Bo'lajak biznesmenlar, tanishinglar, O'zbekiston hovlilariga fayz olib beradigan insonlardan biri Aziz aka. Assalomu alaykum. Bu akaning bizneslarini bilmaganlar bilib qo'ysin. Bedana va shunga o'xshagan uy hayvonlariga moslashgan biznes. To'g'rimi aka? Sayroq bedanalar, sayroq qushlar. Shularni aytib bersangiz, Jonson. Hop, buni biznes ideyasi qachon qayerda kelgan? Biz o'zi yoshlikdan shikoyat bo'lib kelganmiz. Dalalaga chiqib, bedam ushardik yoshlikda. Endi yosh kattalar olib borishgan bizani. Endi hozir bir tomondan yaxshi tomonligi aka buni. Yevropadan bedan olib keltirganmiz, Italiya bedanasini. Buni qani ikkita tomoni bor-da tangani. Ekologiyaga yaxshi tomoni bor. Qushlar ushalmaydi bundan buyoq. Buni uy sharoitida ko'paytirish. Bu qo'shimcha biznes. Qo'shimcha biznes. Mana qo'ychilar, xo'rozchilar, kaptarchilar, kanariykachilar hammasi bu biznesga o'tyapti. Sekin-sekin deydi, asta-sekin. Hop, mana shunaqa bedan olmoqchi bo'lgan odamlarga bir adresingizni, manzilni tushuntirib ketsangiz, shu bu oson bo'lishini topib kelish uchun. Adresimiz shu Toshkentda Nurafshon ko'cha, eng yaqin mana Tinchlik metro, Chorrahadan 250 metr ashta joylashgan joyimiz. Bo'lmasa do'konni ko'rib tushuntirib bersangiz nimalar ishlaganingizda. Aziz aka, mana shu do'koningiz sizlar, to'g'rimi? Bu yerda asosan nimalar bor? Qushlardan tashqari. Qushlardan tashqari asosiy mushuklarga ovqatlar bor. Qushlarga, sayroq qushlarga mana joy ko'rim. Bu ham bitta biznes. Mana chigirtkalarni ko'paytirishadi. Chigirtkalar bor. Bu yoqda qushxo'r qushlarga qushlarimiz bor. Mana ko'paytirishchi qushlarimiz bor. Oziq ovqatdan boshlashi, bular o'zi asli qayerdan keladi? Qanaqa summada kelishadi bular? Mana bu chigirtkalarni o'zi asosan Vyetnam, Indoneziyadan olib kelishgan o'zi tegi. Bu dalan chigirtkasini ko'paytirib bo'lmaydi. Bu yoqdan olib kelib ko'paytirishgan. Bu ham bitta kichkina biznes o'zi. Nech pul bilan kelib, nech pulga sotilishi mumkin? Qanaqa ko'paytiriladi bular? Buni endi o'zini kichkina salomatlari bor. Uy sharoitida ko'paytirishadi, aka. Biz endi bu hamma do'konga bir xil tarqatadi, 20 ming so'm sotamiz, aka. Ichida 40 ta bo'ladi. 40 ta. 20 ming so'm sotamiz. Qancha vaqtda ko'payadi bular? Buni shu ob'yomi juda katta buni, aka. Bir oy, bir yarim oylarda sotuvga chiqadi buni. Sotuvga chiqadi. Qushlar, bu yerda necha xil turdagi qush bor? Qushlarimiz mana abadinkalar bor, mazambiklarimiz bor, kanariykalar bor, mana привозной kanariykalar hammasidan bor. Mana bu abadinkalarimiz misol uchun tez ko'payadigan qushlar. Tez ko'payadi. Hop, daromadi ham yaxshi buni, aka. Daromad necha puldadan? Arzoni parasi 150 ming so'm. Ha, ikkita bo'ladi parada. Ikkita 150 ming bo'ladi. 7 tagacha tuxum qo'yadi. 6 ta. Har qancha vaqtda tuxum qo'yishadi bular? Bolalarni chirma qilgandan keyin yonida eginingizga bola tuxum qo'yadi. Ha, bo'shasa birdan chiqarib olishganda o'zbekchilik emas. Eng tez ko'payadigan qushlardan biri bu. O'zbekchilik emas bu yo'q. Eng tez. Qara, qushda hovlida boqadigan qush bilan domda boqadigan qushlarda farq bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Endi misol mana bularni papugaylarni uy sharoitida sal qiyinroq, hovlida bo'lsa yaxshiroq. Bular ozgina o'zidan past chiqaradi. Domda sal qiyinroq, hovlida bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bularni qafaslari qayerdan qilib keladi? Nech pul bilan kelishi mumkin? Asosan o'zimizdan ham chiqarishadi. Bu qafaslarni hozir mana shu texnologiyasini olib kelib, stanoklarni olib kelib, o'zi Xitoydan kirib kelgan bizga. Shukur aka olib kelardilar, birinchilardan bo'lib. Hozir Anvar degan akamiz olib keladilar. Mana shunaqa aka. Endi bu biznesga kirib kelishingizga nima sababchi bo'lgan? Qachondan beri boshlagansiz bu ishni? Biz boshlaganimizga 5-6 oy bo'lib qoldi. Endi yoshlikdan ishqibozmiz bu narsaga. Bu biznesda bu bedanani, qushlarni ishqibozlar o'zi boshqa odamlar. O'zi hammani o'zini ishqiboz bo'lganda yomon narsaga ishqiboz bo'lish kerak emas. Mana kechqurun bolalar kelishadi, tomosha qilishadi. Yaxshilik narsada bo'lsa mehr bo'ladi odamga. Hozir ko'ryapsizlar, telefonga alaqib qo'yapti. Chiqardi aytib bersangiz. Quyonlar bor mana. Har xil qushlarimiz bor. Ular boqsa odam ozgina jo'jalar ochib qo'yapti mana bedanani.
bedanani ochirib katta qilsangiz boshqacha bo'lib ketadi odam o'zi. O'zi uyga kirganda qushi bor uyda qanaqadir Hayzi sayz borligi bo'ladi, bilinadi. Jonzot bo'lishi kerak har bir kishi. Bularni pisaniyasi, oziq ovqatlari qayerdan keladi? Nimalar berish kerak o'zi asosan? Ikkala italyanskiy dollar bor. Mana qurtxo'rlarimizdagi mana arab bulbuli bor, shamalarimiz bor. Imam gibridlarga italyanskiy dollarimiz bor. Yaxshi ko'rin deydi uni. Manitoba bor, keyin anu Jarat degan firmalarning o'zini Xitoyniki bor, italyanskiy bor, o'shalar beriladi. Bu tabiatda yurgan qushlarni uy sharoitida ko'paytirishyapti. Rost ko'pchilik ko'paytiryapti. Ana bedanani ko'paytirganda xuddi bularni ham ko'paytirib uy o'zini oziqalari bor, oka. Mana misol uchun mana bular hammasi jakolarniki, katta qushlarning ovqati bular. Bu kattalarniki. Ha, привязанный keladi. Bizda bunaqalari mana bu yerda qarang, hamma narsa bor. Ha, smes hammasi aralashgan. Garim norisi ham bor mana. Garim nori ham yeyish kerak, bu tabiatda yeydigan narsasi bu. Korоче, o'zini tabiatda yurganda his qilish kerak qusham. Xafatda bo'lgan taqdirda ham. O'shani biz qilib berishimiz kerak-da. Sharoit. Tabiatda yurgandek qilib sharoit qilib beramiz. Xo'p, bularning narxi qanaqa, necha puldan kelishadi? Bular asosan mana rashidning ko'rimlarimiz o'zimizda. O'zimizdan dehqonchilik bilan aka-ukalarimiz bor, olib berishadi sotishga. Bu hamma do'konlarda sotiladi bular. Ustalar bor, tarular bor, maslarlar bor. Xo'p, bularda natsenga necha prosent qo'yiladi? Sizlarga olib kelgandan keyin. Bizga 10% qo'yiladi. 10%. Donda shunaqa. Kilosigami yoki Kilosiga. kilolik Bu hisoblanadi? kilosiga nima yetsangiz, olib yurilgan narsa bo'lkonondek narsa bu. Ha, nondek. Hamma biladi buni narx-navosini. 10 ming so'm bo'lsa, boshqalar ham 10 ming so'm. Hamma yoq 10 ming so'm sotadi. 7 ming, 5 ming, mana shunaqa. Boshqa har xil dollarimiz bor. Mana shunaqa do'kon ochilgandan keyin расходный material baribir nimagadir xarajat qilinadi. Nimalarga asosan xarajat talab qilinadi? Asosan nimaga xarajat qilinadi? Asosan mol to'ldirishga xarajat qilinadi. Mol to'ldirish. Yengillikda qilib turish kerak. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yengillikda qilamiz-ku. Uy mana bu ruchnoy сделкалар, mana bularni uyda yasab kelishadi, oka? Qafaslarni. Bular bulbul qafas deyishadi. Yengillikda chiqadi. Har bitta qushning o'ziga qanaqadir alohida qafasi bo'ladimi yoki farqi yo'qmi? Yo'q, qafasi bor. Nimaga aytsangiz, bulbulni mana bu qafasimizdan tagida setkasi yo'q. Aha. Bulbul yovvoyi qushlar qush deganda yerga urib yeyish kerak. Setkasi bo'lsa, setkasiga tushib ketadi, ololmaydi. Ammo papugaylarda mana setka bo'lsa, hech nima qilmaydi. Motor uchadi va olasiz, tozalik solib qo'yaverasiz. Setka bo'lish kerak bularga. Chiqib ham ketmaydi, qochib ham ketmaydi. Hop, undan tashqari yana do'konda uy hayvonlariga mos nima narsalar bo'lishi kerak? Uy hayvonlarga asosan hozir har bitta xonadonda mushuklar, asosan mushuk boqiladi. Endi oldin ruslar boqardi, hozir ishqibozchilik bo'lib, ko'pchilik biznes ham qolgandi. Buni kichkina biznes mushuk. Mushuk biznesi. Ha, mushuk biznesi ham yomon emas. Quyon bor. Mana quyonni biznesi bor, mushukni biznesi bor, hammasini. Mushuklarga ovqatlarimiz mana. Bu yoq tomon mushuk otdelimizda mushuklarga ovqatlarimiz bor. Bu yoq tomonda hammasi multfilmlar olib kelib beradi o'zi. Hop, mana shu narsalarga necha protsent natsentga qo'yiladi? Bularga 20% qo'yadi. 20%. A bularni yaroqlik muddati har qancha vaqtda tekshirilishi kerak? Buni Бессрочныйmi bular? yo'q, bularni hammasi muddati bor o'zini. Buni etib, ya'ni srok kelib qolsa, tezroq soting deb arzonroq qilib etib ketishadi agentlar. Agentlarga etib ketishadi. Hop, yaroqlik muddati yaxshi hammasini. bular hammasi firmadan kelgan. Firma bular hammasi. Firma bu. Bular ham hammasi mushuklarniki. Bular Xitoydan keladi. Xitoydan keladi. Mushuklar bor. Mana shunaqa ish boshlash uchun necha pul bilan boshlasa odam uverenniy bo'ladi? Endi uverin bo'lish uchun 30 ming, 40 ming dollar 30 ming, 40 ming bilan. Hop, pul bo'lgani bilan sohaga tushunmasa, buni o'rganish mumkinmi? O'shanisi qiyin-da, aka. Eng qiyini shu. Eng yomon narsa o'sha. Men bu ishni boshlaganimda 100 dollar bilan boshlaganman, aka. 100 dollar. 100 dollar. Lekin qiziqish bo'lgan. Allohga tavakkal qilib, meni ko'pchilik biladi, taniydi. To'g'ri bo'lsangiz, hayotda to'g'ri bo'lsangiz, odam ish olib buni beradi sizga. Misol uchun, olib kelib beradi. To'g'ri bo'lmasangiz, har xil narsalarga ishqoz bo'lsangiz, yomon narsalarga u biladiki, buni sotib olib, meni pulimni boshqa ishlatib yuboradi degan fikr bor-da insonlarda. Bo'ladi, конечно. O'sha narsadan ko'pchilik hozir kuyib qolgan. Bu temada, mana shunaqa temalar, yana boshqa narsalarda ko'pchilik kuyib qolgan. Mana bedana temada ham biz o'zimiz olib kirganmiz-ku buni. Olib kirganimizda menga ishonib beradi. Oke, mana sotib bering deb. Men o'zim ham ko'paytiryapman hozir. Mana sotib bering, mamlakatga bering, maslahat so'raydi.
nima qilsam qanaqa chiqadi, mana yaqinda yangi liniya keldi. Ularni ham qilib bering deb mendan olishadi. Qanaqa zotni qasimga qo'shsak. Chunki aka men sizga bersam, bitta xo'roz, to'rtta tovuq bersam, ertaga menda bedana borsa, men sizdan qo'rqmay sotib olaman. Ertaga deganda qachon? 60 kunda menga olib kelasiz. Yo'q, qush qo'lingizda bo'ladi. Bedanani ko'payish sroki qancha vaqt? 60 kun. 60 kun. Olib borasiz, parlaysiz, 60 kun, 70 kunligini olsangiz, uyga par tushib, tushib qolaveradi. Bostirasiz, cherizdan bostirib urasiz, ertagini adenda boqasiz. To'g'risi bu narsaga men uncha tushunmayman, lekin tushunadigan odamlar bor. Shu sohaga qiziqadiganlar, agar qanaqadir maslahat yo nimadir yordam kelyapsa, sizga murojaat qilishlari mumkin. Murojaat qilsin, qo'ldan kelgancha Nomerlaringizni yozib qoldiramiz. Qanaqa gap bo'lsa, mana shunaqa soha bo'yicha viloyatlarga chetga chiqarib berish imkoniyati bor. Hamma imkoniyat bor. Mana hozir ham Sayramdan olib ketishdi, Chimkentdan olib ketishdi, mana ertalab Tojikistondan olib ketishdi, yarim kechasi. Butun O'rta Osiyoda. O'rta Osiyo bo'yicha hammasini yetkazib beramiz inshaalloh. Bedana biznesi, bedana odamga nima beradi aka? Bedana bu eski bilasizmi? Ayvallarda, bolxonalarda o'tirib qoladi. Shu bedana sayrashi odamni o'zbekchiligini aniq ko'radi. Bildirib turadigan. Bildirib turadi. Mana maktab italyanchilar o'tadi, yevropeylar o'tadi, har xil millat o'tadi. Buni bu bedana deb qo'yadi. O'shalar ham biladi. O'zbekiston bedana deydi. Bu har bitta uyda kamida ikkitadan bo'lish kerak buni. Bo'lish kerak. Sayroqli bedana bo'lish kerak. Hovlida. Hovlida bo'lsa, dom sharoitida bedanani qilish qiyin bo'lsa kerak, yo mumkinmi bu ham? yo'q, endi u sayroqsini boqsangiz bo'ladi. Sayroqsini. Dom sharoit. Shunaqa eshikdan gap borda, bedana bor uyda yoki ilon, chayon shunga o'xshagan narsalar kira olmaydi deydi. Shu gap qanchalik to'g'ri? Kaklik bor joyda, Kaklik bor. bedana bor joyda bular ovozi 3-4 kilometrgacha eshitiladida. Cho'chiydi bundan. Cho'chiydi. Chayon, mana shunaqa narsalar cho'chiydi. U yerda shovqin kelyapti deydi, cho'chiydi. Bir xilligi u narsa yoqmaydi. Lekin bedana boqqan odam stress yechadi bu bir. Davlenda bosh og'riqlari yo'q bo'lib qoladi o'z-o'zidan. Asabiylik tinchlanadi, mana shunaqa tomonlari bor. Uni boqsangiz bilasiz, aka. Boqmaguncha ana qo'shnining bedanasi jasayrayapti deb mana shunaqa bo'ladi. Endi qo'shnining bedanasi degan bilan uyda eshitilib turadi, o'shandan ham zavq qilsa bo'ladi, ozgincha qiziqmaydigan odam. Hop, ana shu bedana biznesi nechta foyda olib kelishi mumkin? Bedana biznesi bizni 2024-yil bir marta olib kelganmiz boshida. Akamiz biznes uchun taklif qilganman. Men olib keling mana shu narsani Italiyadan olib kelib bersangiz, yo'lga qo'yamiz deb. Ukam bilan boshlaganman buni. Xudo xolisa yomon bo'lmadi, aka. Bu narsani olib keldik 2024-yil. Hozir bilasizmi qancha odam buni ketdi, to'y qildi, uy qildi, boshqa qildi, katta biznesda qilishadi, aka. Bu bir qism patti ketidan. Bir qism patti ketidan. Endi barakasini bersa hammaga, baraka bo'lsa bo'lmaydi ijtimoiy. Mesela bu yerda yana ozgincha ko'rsak, bu yana nimalar bo'lishi mumkin? Mushuklarda mana vajli forumlarimiz bor, mantiqli sug'oy forumlarimiz bor. Bo'lish kerak zo'n magazin qo'rqmaganda. Asosan nima bo'lishi kerak? Mushuk ovqat bo'lishi kerak. Mushuk ovqat, kuchuk farqi yo'q o'zbekdagi. Endi mana terchovlarni kuchuk boqadigan bitta kishida-yu, ular o'zi ovqat berishadi. Men ochayotganimda aka 2-4 ta dona qo'yib qo'yaman, bo'ldi. Asosan qush qilaman deb ochganman. Menga bitta eng to'g'ri maslahat bergan Qushuntagan berganlar, keyin yana bitta eski qush chiqyapti. Ko'pchilik taniydi. Keyin Abdulla akam berganlar. Eng to'g'ri maslahatda. Qolganlar o'ngga chapga deyishgan. Endi hammadan maslahat olaverasiz-ku. Endi o'zingiz kerakligini olaverar ekansiz. Ularni olganmiz. O'sha maslahatni tomoshabinlarimizga ham bera olasizmi? Beramiz, nima bermaymiz. Asosan mushuk ovqatini qo'yaverish kerak. Qo'rqmasdan. Mushukni ovqati qilgan odam zo'n magazinni mushuk ovqat kim oladi deysiz, bu territoriyada menga ham kelib yetishganda, mushuk kim boqadi deyishgan. Qo'shningiz bilmaysiz nima boqishini, aka. Mushuk chiqmaydi uydan. Mushuk chiqmaydi. Hozir damashlik bo'lib ketgan $300, $500 aka mushuklar, kichkina mushuklar mana shunaqa. 6 oyda tug'adi, biznesda bu ham kichkina uy sharoitida. Mana o'ylaganman, to'rtta ovqat qo'yib qo'yaman, bo'ldi desam, yo'q, aka, mana shu to'ldiring degan. Men niyat qilganman o'shalar do'konga kirib. İnşallah mana Alloh yetkazdi, sekin-sekin qilamiz. Siz yerda territoriyada deysiz, mana shunaqa zo'n magazin ochmoqchi bo'lgan yo shunaqa ish boshlamoqchi bo'lgan odamlarga lokatsiya tanlashga qanaqadir maslahat bormi? Nimalarni o'rganib chiqish kerak? Endi asosan dom aholi zichkor joy bo'lsa, zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Endi bizning bir tomon uchastka o'zim tug'ilib o'sgan joyim o'tli. Bu yoq tomonimiz dom, lekin o'zimizga yetarli. Klientlarim aka, ishonasizmi, Chinozdan ham kelishadi, boshqa joydan kelishadi mana shunaqa. Mana ochilgandan keyin do'kon qanaqadir reklamli platformalardan foydalanish kerakmi yoki yo'q, reklama kerak, aka. Siz nimadan foydalanasizlar? Endi men aka yoshlikdan hamma taniydi.
ishqibozimizda o'zimizdan kanal bor. Sayroq bedana gruppamizda bor, kanalim bor, Telegram kanalda. Instagram yurg'izamiz, xudo xolisa, ijodi TikTok bor. Shu yerdan kelaveradi. Mana shu narsa kerak hozir. Hozir zamon talabi bu. Zamon o'zi. talabi bu. Zamon talabi. YouTube hammasi kerak aka bizga. Hop, mana shu do'konni to'ldirishingizga asosan nech pul xarajat bo'lgan? Endi aka mana bitta narsa olib kelib, sotib uni ikkita olib kelganman. Ha, bu ferma sizga kerak, birinchi sotasan, keyin pul olasan. Shunaqa Yo'q, yo'q, dogovor bilanmi? Men bular hammasini naqd olishga harakat qilganman. Naqd ishlaydigan. Sekin-sekin bo'lgan bu aka. Toma-toma ko'l bo'lgan. Yo'q aka, bitta sotib ikkita olganman. Pul olib turib, maza qilib, ovqat yemaganmiz, maza qilib kiyim kiymaganmiz. Sekin-sekin mana shunaqa yo'ldan chiqib borsangiz, mehnat qadriga yetasiz. Pulni qadriga yetish. Pulni qadriga yetasiz, mehnat. Keyin odamlar ham sizni hurmat qiladi, aka. Mana shu odamga bersam, falonchi sizlarda olaman deb qo'rqmasdan beradi. Yo'q, men naqd olaman deyman. Ishonch bo'ladi odamda. Ishonch bo'ladi. Eng asosiysi shu. Naqd olsangiz aka, pulingizda ham baraka bo'ladi. Hamma narsada. Mana shu narsalar har qancha vaqtda almashib turish kerak. Bular aka mana bitta korobka kelsa almashaveradi. Almashaveradi. Ha. Ufingizda firma keladi, yo'q keturlaring nima, hada o'yini berlaring, yolg'on gapirmalaring nima. Bo'lsa eng narsa kerak narsa to'g'ri bo'lishi kerak. Yolg'on gapirsangiz barakangiz bo'lmaydi. Hop, mana shunaqa joy olingandan keyin, ish boshlangandan keyin baribir uborka bo'lishi kerak. Ha, Har har qancha kun vaqtda, tozalashadi. har kun tozalashadi. Har kun tozalashadi. 2 haftada bir marta tepadan olib turib, uborka qilamiz. General uborka bo'ladi. Ishyoqchilar yopiladi, yo'lingizda bizda chang bo'ladi, Chang mana shunaqa bo'ladi. narsalar bor. Hop, mana shunaqa ish boshlamoqchi bo'lgan, ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar nimalarni bilish kerak, nimalarga qiziqish kerak asosan? Ishni tanlashda nimalar asosan kerak? Asosan birinchi kerak narsa mana shu istilash. Istilash. Yetishgandacha Aha. voy o'zim yasab olaman, qo'limizdan hamma narsa keladi, alhamdulillah. O'zim yasab olaman, o'zim qilaman deysiz. Eng kerak narsa istilash. Mana shuni o'zingiz yasaysiz, bundoq taqillatib yasab tashlaysiz. Molingiz ko'paygan sari buni tushirasiz, o'rnatasiz, mabiti yana bitta qo'yasiz. Eng kerak narsa mana shu, aka. Mana shu stilaj, remont masalasiga nech pul xarajat qilingan? Silajni o'ziga nechga ketgan hozir? 3,5 ming ketgan. 3,5 ming. Mashina. Bu o'zingiz yasamagansiz yo Yo, firmadan firmadan olingan? 3,5 ming ketgan. Boshqa o'rtada o'tirish shart emas. Yo'q, bu eng zo'r, mana shu optimalniy variant mana shu. Remontiga 3,5 ming pul ketgan. Og'aynim bor, Shuhrat degan. Aha. Mashina qilgansan deganda 4 ta olib bergan. Olib bersam man Boshlar qilaman ishiga. deganman. Pulim yo'q, qayerdan olaman deganman men. Men olib beraman deganda, yasaymiz desam, men 4 ta olib bergan mana mashina. Kecha-kecha men buni qildim, mana men buni qo'shib oldim. Bir-biriga o'ranib Ha, ketgan. bu eng zo'r narsa mana shu bo'ladi, aka. Birinchi ahamiyat beradigan mana shu stilaj. Kirib Buni qo'yib olsangiz, vidam beradi, tovarlardan chiroyli turadi, artasi bir xilda turadi, aka. Eng kerak narsa shu. Hop, ishchi masalasida, ishchi olayotganda nimalarni so'rash kerak, nimalarni bilish kerak ishchi? Ishni olayotganda ozgina qiziqish kerak. Qiziqish kerak. Qiziqish kerak, to'g'ri bo'lish kerak, xudodan qo'rqish kerak. Mana shu narsalarga e'tibor berish. Nima jihati asosan ishchilarda nima bo'lishi kerak asosan? Birinchi navbatda hisob-kitob bilish kerak. Mana erinish kerak emas. Insonlarga kecha antda bor deyish kerak emas. Turib, "Men buni oling aka." Mana bular Italiyadan kelgan aka. Mana "Men buni oling, buni oling" antda o'tirib, mana shu turibdi aka desangchi, u odam qaytib kirgisi kelmaydi siz oldingizga. "Keling okajon, nima xizmat? Mana bunaqa" deb muomala qilib, shustri bo'lish kerak. Eng kerak narsa halol bo'ladi. Halol bo'lsa, shustri bo'lsa, muomala bo'lsa, klient o'zi kelaveradi, aka. Xo'p, qarang, mana shunaqa sohaga qiziqadigan odamlar kelib ish o'rganmoqchi bo'lsa, yo bo'lmasa shu narsani boshlamoqchi bo'lsa, kelib sizga как shogird tushishi mumkinmi? Bo'ladi, aka. Bo'ladi. Уже men 3 ta shogird chiqardim. Hali o'zim menga anaqa emas. Lekin 3 ta shogirdga borib ko'rsatib, "Mana buni mana bunaqa qiling. Mana buni bu yerdan olasiz, uni u yerdan olasiz" deb hammasini sekin-sekin o'rgatdi. Sizni hozir aytib berishiga qaraganda O'zbekistonda uy hayvonlariga qiziqish ancha ko'p ekan. Endi bizda Samarqandda qishloqda o'sgan bolalar biza mol qo'y bilan deb o'ylardik-da, tovuq. Atak hozir qarayapman, Toshkentga kelib mushuk, it, shularga odamlarda qiziqish ko'p ekan. Endi insonlarda mehr-oqibat yo'qolib qoldi-da ozgina. Hozirgi kunda telefon bo'lib qoldi. Telefon bo'lib qoldi. Mana oldin kelib to'yga yetmasa bormasdi-da. Hozir telefonda bo'lib qoldi hamma narsa. Telefonga qiziqmasin deb mana bugun jiyanim keldi. Ikkita jiyan kanikulga chiqdi. Mana shuni tanga topshirdim deb topshirib ketdilar. Xolamlar, yana bitta okam topshirib ketdilar. Mana shu bolani shustri qilib bergindilar. O'zim o'g'lim bor. Shustri misol uchun 14 yosh bola shustrida. U bilan uni qo'yib qo'ysangiz, bu nima deyapti bu deydi. Tajriba bo'lish kerak. Hayotda o'zi yoshlikdan bo'lish kerak. Shustri qilib qo'ysangiz,
uka va bu biladi, ertaga uylanishi bor, nimadiri bor, o'tga borishi bor, muomalasi odamlar bilan общение bo'lsa, zo'r bo'lib ketadi. Kelajakda qoqilib qolmaydi, aka. qiynalmaydi. Hayot tajriba ko'proq bo'ladi yoshlikdan. Biz aka mana shunaqa ish boshlamoqchi bo'lgan yosh biznesmenlarga, yosh tadbirkorlarga siz tomonidan qanaqadir maslahat bormi? Maslahatimizda bor, qilishsa qo'rqishmasin. Qo'rqish kerak emas, qo'rqmasdan bir marta qadam boshlasangiz, u yoqqa ketaveradi, aka, oldinga. Oldinga ketaveradi. Xudo Bu xohlasa, inshaalloh. sohani o'zini ishqibozlari, o'ziga ishongan katta odamlar. Hozir Ketaveradi, Z aka. avlod tushunmasa, sizlar ham ko'ringlar, sizlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Buni gahtini bilgan biladi. Aka sizga kattakon rahmat, shunday yordam berganingiz uchun. Xursand bo'ldim, keltiringlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana bedana biznesini ham o'rganib chiqdik. Bu biznes qanchalik foydali va qanchalik qiyinligini ko'rib chiqdik. Bundan keyingi bizneslar bo'lishini xohlasanglar, komment yozib qo'yinglar. Like, komment esdan chiqmasin. Hozircha xayr.